ölçtüm. Enden oynaşınlar toy olun. Toyda katlaşalım. Hiç kim bak yatma. Yine toydan mı? Yine toydan mı? Yaşlı baktı oldu. Yanına ayırıştı. Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana shu to'yxonada hammangizni xush ko'rdik. Albatta biz intizor bo'lib kutgan kelin-kuyov to'yxonaga tashrif buyurmoqda o'rningizdan turgan holda chiroyli so'zlar, guldiroz qarsaklar bilan mana shu kelin-kuyovni kutib olamiz. Marhamat, to'y bo'lsin, to'ylari muborak bo'lsin. Kelin-kuyovimiz Assalomu alaykum. Ko'hna o'rganishdek muqaddas ilmning ko'ngillari, Ka'badan ham muqaddas bo'lgan insonlari. Xush kelibsiz, xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling. Dunyolar turguncha turing. Doimo mana shunday yaxshi kunlarda, mana shunday to'kin dasturxonli to'ylarda birga bo'ling. Bugun barchamiz dunyoning turli xil tashvishlarini, mana shu tabiatning injiqliklarini nazar pisand qilmasdan mana shu koshonaga Sitnazar akamiz, Qurbongul opamizning ishongan, suyangan tog'lari bo'lmoq farzandi Umidjon hamda umrlik yo'ldosh bo'layotgan Tursunoy singlimizning shodliklariga sherik, quvonchlarni esa birgalikda baham ko'rish uchun mana shu koshonaga eng yaxshi niyatlarimizni to'yona qilib, to'ylar muborak deya qadam qo'ygan ekanmiz. Albatta kechamizni bismillosini hamma havas qilsa arziydigan oila boshchisi Farhod akamiz boshlab bersalar hamda mana shu kelin-kuyovni qutlab, tabriklab o'tsalar. Qani Farhod aka, marhamat. Assalomu alaykum. To'yimiz qatnashchilar bilan Umid bilan Tursunoy baxt kechasiga shu ikki baxtlaymiz. Bir baxtli ailelerden biri olsun. Sitnazar bilan Qurbongul opamizning xizmati bo'lsin. Hammaning uyida shunday to'y bag'ay. Qizlarni chiqardi, qizlar uzatib, o'g'illarni uylantirib, hamisha to'y deb qatnashamiz. To'yimiz sizda ochiq deb e'lon qilamiz, yaxshilab o'tiramiz. Kellar, iltimos bilan bag'alar sal chetara qolib turingda, o'rta bo'sh tursin. Rahmat, baxtli bo'lsin. Farhod aka, salomat bo'ling. Avvalambor mana shu qalbingiz tubidan chiqqan yaxshi niyat nafaqat mana shu kelin-kuyovga qolaversa, bugun mana shu koshonaga mana shunday kunga yetish niyatida Allohdan umid qilgan mana shu mehmonlarimizning hammasiga hamroh bo'lsin. Azizlar, avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Har kunga mana shunday betakror to'ylardan yaratgan egam, yaratgan hech bir bandasini ayirmasin hamda mana shu xonadon egalarining oq yuragi halol qo'llari bilan yozgan mana shu oldingizda turgan oppoq dasturxon ustidagi nozu ne'matlarga barchangizni ochiq ishtaha tilagan holda taklif qilamiz. O'tirib kelinjon, bugundan boshlab turmushning mushtlariga qo'yayotgan mana shu ilk-jift qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Allohning bandasiga bir marta beradigan umrini faqatgina mazmunli yashash sizlarga nasib qilsin. Deydilar bu dunyoning birini kam deyishadi. Mana shu kamini sevgi muhabbatdan sizlar
to'ldirib yashang. Azizlar, albatta bugun mana shu koshonaga hammamiz o'zimizning eng qimmatli vaqtimizni ayamasdan mana shu kelin-kuyovning nikohiga guvoh bo'lish uchun to'yxonaga eng aziz mehmonimiz bo'lib jam-jam bo'lgan ekansiz. Avvalambor hammangizning oilangizga tinchlik, totuvlik, dasturxonlaringizga qut baraka, ko'ngillaringizga esa hamisha har doim xotirjamlik tilaymiz. Albatta bugun sizlarning gul ko'ngillaringizga xush bahoriy kayfiyat ulashish uchun xizmatingizda betakror ovoz sohibi ko'hna urganchim yoshlar ko'nglidan har doim munosib o'rin olib kelayotgan Jamshidbek xush bahoriy kayfiyat ulashadi. Albatta bugun mana shu kelin-kuyovning nikohida yana xizmatda bo'layotgan avvalambor Serdar to'yxona ishkarlariga, Serdar to'y xizmatlariga va albatta mana shu unutilmas onlaringizni video tasmasiga chiroyli qilib joylashtiradigan montaj ustasi Sulaymon Studiya yigitlari xizmatingizda. Endi kuy qo'shga navbat bermasdan oldin hurmatli kuyovto'ra, kayfiyatlar zo'r bo'lsa, qani kelin poshshangizni ochib qo'yasiz. Ruxsat beramiz chiroyli so'zlar bilan. Keliningizni ochib qo'yamiz. Kuyovto'ra salomat bo'ling, qo'llaringiz dard yormasin. Kelin poshshaning ta'zimlari kelindan qaytsin. Albatta sevgidan, muhabbatdan quriyotgan qo'rg'oningiz mustahkam bo'lsin. Endi mana shu kelin-kuyovni davramizga, yuraklarimizni allalaydigan kuy qo'shiqqa, ya'ni valsga taklif qilamiz. Albatta mana shu kuyovto'rani yolg'iz qo'ymasdan kuyov jo'ralari, kuyovto'raning klassdoshlari, qadrdonlari hammasini davraga taklif qilamiz. Kelin-kuyovni esa valsga. Qani marhamat. Majburlasin kechmayman birdan, axir senlar tirikman ishon. Yoningdaman nima bo'lsa ham, yoningdaman nima bo'lsa ham, ishqsiz qadam tasholmayman hech, ishon hatto yasholmayman hech, sensizlikka chidolmayman hech. Yoningdaman nima bo'lsa ham, tabiatning o'rtasida, koinotlar orasida eng go'zal sensan, eng go'zal sensan. Baxt qasriga birga yetamiz, bor g'amlarini yengib o'tamiz. Ketar bo'lsak birga ketamiz. Yoningdaman nima bo'lsa ham, yoningdaman nima bo'lsa ham. Yillar o'tib ishqdan to'ysang, so'ng yuz burib bag'rim o'ysang, mayli chiday sevmay qo'ysang, yoningdaman nima bo'lsa ham. Gar taqdir ham yog'dirsa balo, holingni deb kuyunma aslo. Qo'rqitolmas yo'qchilik hatto, yoningdaman nima bo'lsa ham. Tabiatning o'rtasida, koinotlar orasida eng go'zal
go'zal sensan, eng go'zal sensan. Azizlar, mana shu kelin-kuyovga bir qarsaklar bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Endi kelin-kuyovni mana shu shoh supamizga o'tirish ruxsat beramiz. Marhamat, yana kuy qo'shiq bilan davom etamiz. Azizlar, albatta elimizning yaxshi kunda chin dildan xizmat qiladigan mana shu hofizaga katta rahmatlar aytamiz. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa, uchrasharmidik. Bugun mana shu koshonaga hayot yo'lariga birga tutash bo'lib birgalikda qadam qo'yayotgan mana shu kelin-kuyovning sevgisiga, muhabbatiga, nikohiga guvoh bo'lish uchun o'zimizning eng qimmatli vaqtimizni ayamasdan baxtdan taxt tilash uchun mana shu to'yxonaga eng aziz mehmonlarimiz bo'lib jam bo'lgan ekanmiz. Albatta niyat yaxshi insonlarga navbat beramiz hamda mana shu koshonaga eng avvalo yangi hayotga bir olam orzulari, ming bir hayajonlari bilan qadam qo'yayotgan ikkala yoshning sevgi nikohiga guvoh bo'lgan do'st dugonalari bor ekan. Taklif qilamiz, Kyoto'raning do'stlari, kelin pochtaning dugonalari. Qani yigit qizlarimiz, marhamat. Umid Tursun. Gorka. Umid. Gorka, Umid. Umid. Gorka. Umid, baxtli ol jora, qurdosh bilan bir umrga. Yana xizmat yursin. Umid. Umid. Vanilla chocolat. Umid. Umid. Vanilla chocolat. Sağ Umidjara baxtli shu kelinin ayağı çıksın Xudan. Özünüzden ko'rgaysizlar. Xudan Chishemning ham bugun tug'an kuni ekan. Qur'oncha yoshingiz uzun olsun. Baxtli olun. Setnazar aka bilan indigil beshik to'rlarda o'tirmoq nasib etsin. Sog' ol, rahmat. Bir-biriga baxtli bo'ling. Nafisaxon salomat bo'ling. Ilohim mana shunday baxt senga ham nasib qilsin. Mana shu yigit qizlarimizning duolari nafaqat kelin-kuyovga, qolaversa yurtimizning har bir yigit qiziga hamroh bo'lsin. Chin qilib dunyoga kelganda go'dak, orzu istaklardan berganda darak. Uyingda aytilar to'ylar muborak. Ser farzand, mehnatkash inson zotimiz, farzandga baxshida bu hayotimiz. Jami topganiga loydan uy qurar, 5-6 yil yig'ib bir kun to'y qilar. Nabiram bo'lsa deb yaxshi o'y qilar. Ser farzand, mehnatkash inson zotimiz, farzandga baxshida mana shu hayotimiz. Albatta mana shu kelin-kuyovning baxtini, kamolini Allohdan so'rab to'yxonaga qadam qo'ygan Kyoto'raning 10 yillik topilmaslari, sinfdosh, qadrdon do'stlari bor ekan, hammasiga qilamiz. Qana Kyoto'raning sinfdoshlari. Mana shu kelin-kuyovni Turkiyada rizq nasibasida terib yurgan, elimni, yurtimni, yaqinlarim, qadrdonlarim uchun deb ishlab yurgan mana shu yerda Eldor nomidan ham mana shu kelin-kuyovni tabriklaymiz. Albatta nasib qilsa kelasi yil beshik to'yda didor ko'rishish mana shu Eldorga nasib qilsa. Endi sinfdoshlarining yaxshi niyatlarini eshitamiz. Umidjara baxtli, ota-ona xizmati buyursin. Eng baxtli oilalardan biri bo'lsan, Xudojonim. Shu Sitbek akama, ayapama xizmat bersin shu og'an kellarning. Uzog'ini quvontirsin. Xudo xolasa shu 5 to'larda o'tirmoq nasib etsin, jigarim. 91larning atidan Gorka.
Ay, spasiba. Baxtli ol. Jigar, bor. Hamma zotim. Ümid Jora baxtli ol. Ota-onangga xizmat qilsin. Ümid, bo'pti baxtli ol. Ümid Jora baxtli ol. Ota-onangga xizmat qilsin. Bu yoqda beraversin. Umid, Joram baxtlimi? Sana Gorka yo'q. Yo'q sana, baxtli Joram. Ümit baxtli. Ota-ona xizmati. Ümit sana Gorka deyman. O'p deyman bo'g'an. Ümit o'p. Akıl astın atınlar. Ümit öp. Baxtli hocam. Ümid klastaş baxtli ol. Qo'shqandan qo'shaqari. Ümit, Joram baxtli ol. Qo'sha qarg'aysan xudoyim. Endigi beshik to'ylangda o'tirgaymiz. Ümid Jora baxtli ol. Qo'chqarday balam olsun. Yatchaday. Turkda yurgan balalarning amatidan tabriklayman. Baxtli ol Jora. Ümid baxtli ol Jora. Общий maydanda yurgan jorlarimizning atından hammasidan bir tabriklayman da sende. Ümid baxtli ol Jora. Hammasining atından. Baxtli olsun. Baxtli ol Ümid. Rahmat salomat bo'ling. Mana shu baxtlagan zabollaringiz yana ham baxtlashdan charchamasdan keyotura kayfiyatlari zo'rmi? Kayfiyatni ham to'g'rilab oldingiz, ha? Marhamat o'tirishga ruxsat beramiz. Mana shu yigitlarning sovg'a salomlari bo'lsa, albatta, yaxshi kunlarida, to'ylarda qaytsin. Tangri qo'llab har insonning omadini, himmat o'ynab bersa barcha ne'matini, davlatiga loyiq bersa savlatini, salobati bo'ylariga buyursin, topganlari to'ylariga buyursin. Halol topib, halol oshini oshasa, mag'rurlikda ham pokiza yashasa, tavonidan yursa o'tlar chaqnasa, qadamlari yo'llariga buyursin. Topganlari yaxshi kunlariga, mana shunday to'ylariga buyursin. Albatta bugun mana shu kelin-kuyovga Allohdan baxt tilash uchun to'yxonamizning eng aziz mehmonlaridan bo'layotgan, bugundan boshlab Allohning o'rtaga qo'yib, Xudo anda rishtalarni chambarchas bog'layotgan kelin poshshaning yaqinlarining hammasini taklif qilamiz. Kelin poshshaning yaqinlari bormi taklif qilamiz? Mana shu to'yxonamizning to'rini to'ldirib o'tirgan oqlibozdagi farishtasiga Allohdan baxt tilash uchun vaqt topib, to'y bir bahona, didor g'animatga qadam qo'ygan kelin poshshaning yaqinlari hammasi taklif qilamiz. Xudolarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim ikki yoshning baxti kamolini ko'rishdagi nasib qilsin. Tursunay singlim, qo'shqaring bilan qo'shaqari bir umrga baxtli bo'l. Endiki yil beshik to'ylarda o'tirmoq nasib etsin. Tursunay singlim baxtli bo'l. Tursunay singlim baxtli bo'l. Tursunay singlim baxtli bo'l. Singlim Tursunay baxtli bo'l. 2 yaş baxtli olsun. 2 yaş baxtli olsun. 2 yaş baxtli olsun. Tursunay baxtli bo'l. Rahmat salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Albatta xudolarimizning sovg'a salomlari bor ekan, qani qabul qilib olasiz? Ruxsat beramiz chiroyli so'zlar bilan. Qani kesh degan rishtasi chambarchas bo'lsin. Kelin poshshaga sovg'alari muborak bo'lsin. Yaxshi kunlariga buyursin ilohim. Endi azizlar, albatta bugun mana shu koshxonaga qadam qo'ygan paytingizda ko'nglingizda nima yaxshi niyat, orzu, istak yetgan bo'lsa, hammasi o'zingizga hamroh bo'lsin. Kuy qo'shiqni sevadiganlarni, yuragida o'ti borlarni
Bugün mana shu kelin-kuyovning nikohida o'ynab mazza qilamiz deganlarning hammasini davraga shaxsan mana shu kelin-kuyovning o'zini ham o'yinlarga taklif qilamiz. Albatta navbatni Jamshidbekka beramiz va albatta bo'y basti ochiq chehrasi bilan hammani rom qilgan Ranaxon ham bugun sizlarning xizmatingizda. Ajoyib duetlarimiz ham bo'ldi, mazza qilib o'ynaymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun Sitnazar akamizning xonadonida katta to'y. To'ylar o'ng'indan bo'lsin. Kelin-kuyovimizga baxt tilaymiz, baxti bo'lsin. Kelasi yil Shernar Shakar farzandlarining ota-onasi bo'ling. Barchaga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Davramizga Xorazm navolarga chorlaymiz. Ras. Qani marhamat, davramizga chorlaymiz barcha mehmonlarimizni. Ina qomat, ina bo'y, ina bazm, ina to'y. Ina qomat, ina bo'y, ina bazm, ina to'y. Göz oldimda mo'jiza, göz oldimda mo'jiza. Ne bala bu, ne bala bu, ne degan bu xushro'y. Alalay lalay, rattalalalay lalay, alalay lalay. Rattalalalay lalay. Arvaçı mani doyim, qizlarim menga qoyim. Arvaçı mani doyim, ey, qizlarim menga qoyim. Bir qizini bermese, bir qizini bermese, ey, arva başqa iloyim, ko'charasin g'ay xudoyim, ey. Alalay lalay, rattalalalay lalay, alalay lalay, rattalalalay lalay. Hanım hanımlar. Kara cücüne canım, sücü sözüne canım. Kara cücüne canım, ey, sücü sözüne canım. Yürekim oynaklıydı, yürekim oynaklıydı, ey. Şunu görgen zamanım, kızını görgen zamanım, ey. Alalay lalay, rattalalalay lalay, alalay lalay, rattalalalay lalay. Aha aha ah hey, vaha 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 hey. Aha 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 işte vaha 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 hey. Samavarda kaynataman çayı. Yalnızım yeganem sen, bitteyu bir danem sen. Nimelerden ötmedik ay ay ay, uzunlu divanem sen. Her nefes yanında men, can desen canında men. Ne bolsa hem sevgilim, hemişe yanında men. Lada lada lada, lada da lambada. Biz uçraşken yılları hitedik hamada. Cana o cana, eynimde mantana. Aytıp birer edim serenada. Lada lada lada, lada da lambada. Biz uçraşken yılları hitedik hamada. Cana o cana, eynimde mantana. Koyup birer edim lada da lambada. Valency.
qora ko'z